qavatli yo'q. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz McDonald'sga kelganmiz. Bu Qatar Doha shahridagi McDonald's filiali. Biz hozir zakaz berganmiz. Cheeseburger va Toshkentdan spesial o'zimizdan milliy brend Fidap olib kelganman. Tak bu ozgina sovuq qolgan hisob kelmaganda, lekin kech olganman. Ya'ni bir 15 soatcha oldin. Hozir zakazni kutamiz. Kelgandan keyin bitta solishtirib ko'ramiz. Milliy brend yoki всемирный, globalniy brend McDonald's. Tak, burger ustixonga keladigan bo'lsak, McDonald's ancha kichkinaroq va arzonroq nisbatan Fidapga. Tak, bu burger $2. Bunisi esa 59 ming bo'ldi, dastavkasi bilan. Voy, 50 ming bo'ldi. Ta'midan ko'ramiz. Cheeseburger обычный kelasa. McDonald's'ni birinchi marta yeb ko'rishim. Ta'mi вообще cho'zdi. Tak, endi o'zimizdan Fidap. Tak, bu sos bilan sochni olib turibdi. Bu esa sal suvoqroq, chunki noni qalinroq ekan. Lekin bu ham ta'mi yomon emas. To'g'risini aytsam, McDonald's birinchi marta yeb ko'rishim, Fidap esa yeb bilganman. O'shaning uchun bu yerda endi o'zlarining ta'm sezish xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Chunki agar sousliroq tanlamoqchi bo'lsangiz McDonald's, ito chet elda, agar o'zimizda yaxshiroq burger yemoqchi bo'lsangiz Fidap. Fidap bitta burgerni men 50 mingga dastavkasini olib keltirgan bo'lsam, bu yoqqa kelib turib, men 50 mingga nima oldim? Cheeseburger o'zi, kartoshka free, bu kartoshka free mana kichkina sredniy bo'lsa kerak. Keyin kola. Kolasini ham bilasizlar. Va endi sous tekinga beriladi bu yerda. Anaqa emas, 5 mingni shaqayladi deb Fidapda. Men tanlagan birim bu McDonald's. Lekin men bu sovuq qolgan bo'lishi uchun ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin men ko'proq McDonald's yoqdi. Hali so'chniroq ta'm bor.